Bugungi obzorimizda Mercedes-Benz CLS Banan, bu xalq tili bilan aytganda banan mashinasi. Diskasini aytib o'taman. Diskasi 19 yoki 20 razmerli diskalar, juda ham yengil bo'lgan va to'rtta tarafda tormoz sistemalari bor. Endi kapotini ochamiz. Mashina производствоsi 2004-yildan boshlangan bo'lsa ham, lekin ikkita chetda bagaj, kapot ushlab turadigan narsalari bor. Qaranglar ochilishini. Kapot tagida 305 litrli V6 dvigateli bor. Bu 272 ta ot kuchi beradi. Juda ham VH sistemasi juda ham baland. Yana bu CLS'da 603 banandan VH sistemasi qo'yilgan. Go'shitillari 4 ta. Juda ham ovozi baland. Bu mashinani marketologlar emas, injenerlar qilgan, chunki qaranglar bezramочный oynalar. 2004-yilda bezramочный oynalar bu что-то wow bo'lganda, choslam. Так, обшивкasi keladigan bo'lsak, обшивкasi кожа. Mana bu ham даже кожа. И mana bu juda ham жесткий bo'lgan кожа. Mana bu metal anaqalar ishlatilgan va Harman Kardon audio sistemasi. Endi bu mashina bitta ovozini eshitamiz. Bu bananni hamma shu orqadagi farasiga kayf qiladi. Juda ham chiroyli ishlangan. Bu eski kuzovidan ancha chiroyliroq. Tak, bagaji 2004-yilda ishlab chiqarilgan mashina, yana eslatib o'taman. Lekin mana hozirgi chiqayotgan mashinadagi knopkasi bor. Ikkita даже. Shuni o'zi yopiladi. Bu BMW M5 F10 anaqasi davrida chiqqan mashinada. U paytda BMWda bunaqa narsa bo'lmagan. Lekin Mercedes bor. Aytaman, injenerlar qilgan mashina bu. Tak, luki bor. Bilsanglar, CLS'da nektirlarda luki bor, nektirlarda luki yo'q chiqqan. U zavodskiy narsa bo'ladi. YouTube'da juda ham shov-shuv qilgan, ya'ni shovqin qilgan ikkita bloger bor, Ahmed Vengelbi bilan Ashab Tamayev. Shu mashinada Ahmed Vengelbi shu modelda poygondagan paralarni ko'rishingiz mumkin, xuddi shunaqasidan. Bu farlar almashgan va ablisovka qo'yilgan. Orqasiga agar men o'tiradigan bo'lsam, yelka qisqaman, lekin bitta gaz bosilganda boshim patolog shunaqa yuriladi, satrishanga mozg olib qolishi mumkin. Mana bo'yim esa 189. Tak, o'rtasida barlari bor. Juda ham chiroyli ishlangan. Mana bu yerda 12 volt zaryadka anaqasi ham bor. Prikуриватель ham qo'shsanglar bo'ladi. Tak, mana bu yerda подстаканник. Vuy mamuni. What is now? Mana освещениесini qaranglar, dizaynini, chiroyliligini. Madishimdan Rolls-Royce shunga o'xshagan dizayn edi. Faqat bu tarafda bo'lardi. No, bu o'rtaga yaxshi qo'yishibdi. Bashi chiroyli. Mashinani bunaqa yilda ishlab chiqarilganiga qaramasdan turib, bunda pnevmasi ham bor. Ya'ni gelikdagi anaqasi beradi, atmosfera beradi. Oldi ko'tariladi gaz bosganingizda. Hammamizga bundan ham zo'r mashina olish nasib qilsin, lekin real chiroyli mashina bor. Shunaqangi kayf beradigan mashina ovozi bilan. Videomiz yoqgan bo'lsa, like, podpiskani silni chiqarmaysizlar.